Bu dunyoga baxt, xo'shallik, muhabbatlik ko'zing bilan qarasang, u xuddi vafodor Nozininga o'xshash jilvilanib, baxtni suyimli ko'rinadi. Biroq baxtsizning azobli ko'zida qarasang, u baxtni tor, razil, rahimsiz qotildek qo'rqinchli ko'rinadi. Hayot odamni har xil ko'ylarga soldi. U o'zining birda g'oyib bo'lib, birda paydo bo'ladigan xo'shalligi, dard alimi bilan odamni chiniqtirdi. Yoki holidan ketkizib, boqiy olamga armon bilan safar qilg'izdi. Ahmetcan'ın qavrisi qayerda qizim? Az qoldi. Oldimizdalar. Shu qabri shumi? Hikmet, yaxshi turdingmi? Men seni yo'qlab keldim. Yo'q, sen ölmedin. Sen de hayat. Sen ölmeysen. Sen ölmedin Hikmet. Gül. Hikmet, biz dergan güllerini yana birisi üzüp ver. Bu çukum hiç göremezsin kılan işi. Şundak mı da? Ha? Hikmet, neymiş kıman gep kımaysan? Gep kısanca Hikmet. Hikmet, gep kısanca Hikmet. Ben senin nakşe etkanlığın tanrı. Bir minut mu yenimden ayrılığım yok. Sen bana, beni yalnız taşlamayma. Hikmet, gep kıla. Sen beni yalnız taşlamayma, ayrılmayımız diyeceğim ko. Gep kısanca Hikmet. Neymiş ki bana gep kılmaysan? Gep kıla, gep kıla Hikmet. Yok, sen hayat, sen de ölmedin. Hikmet, sen hayat, işenmeymen. Senin ölgününe işenmeymen, sen de hayat. Neymiş kıman gep kılmaysan?
Gap qilsangchi Hikmat, gap qilsangchi. Yolg'on. Osh qayvir shumi? Ha. Yenida bir ayol turamdi nima? Ah xudo, Lola o'xshamamdi. Qizim, meshayi qo'yibsizlar-da. Qabristonliq u yoqda tursa, bu yoqqa qo'yibsizlar qizim. Bu butunlay Hikmatning arzusi bo'yicha bo'ldi. O kimdi o qizim? Men sizga keyin tushuntiray. Ben geldim oğlum. Dada. Oğlum. Ben seni yoklap geldim oğlum. Oğlum. Vaksız gidip kaldım oğlum. Canım oğlum. Sen de yaşıydın oğlum. Oğlum. Boğuluyorsunuz da bir seyir. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Dada, bulduk. Dada. Oğlum. Yüzünüzü isteyelim. Bulduk. Oğlum. Ahmetcan. Oh. Kızım, Hikmet'le bir bütün geçirmişlerden haberiniz var mı? Asli Hikmet. Manım şu bağırken sahrada toğulup, ak üstten boyuda oynap çoğ boğanken. Ailesi de, ata-anası, sınlısı, tücca, bekmi inan. Hoşal horum yaşaydı ki. Koza, kündü sunmaydı. Günü de diyendek. Bir kıtımlık ot apti. Olanın bəxtlik ailesini veyran kıptı.
O't apıtı dediniz mi? Şundaq. Asli Hikmetning dadısı Nur Muhammed yezilik açlık idarəsinin tokçusu bolup bir qetimlik tokni hata ulaş tüpeyli ot apıt peyda bolup ulaq nurgun iqtisadi dövlem yüklenipti. Nur Muhammed akımı hizmetten haydılıp 2 yıllık türme hayatını baştan geçiripti. Aşı qetimlik zor vaqa Nur Muhammedni butunlay boshqacha odam qilib o'zgartirdi. Türmeden chiqqandan keyin araq haddidan ziyoda berilib rahimsiz jidalxo'r odamga aylanib qoldi. Hikmet anasının yardımıyla o'qishini davomlashtiribdi. To'lg'ortining oxirgi yilga chiqqandan hala bilan muhabbatlashibdi. Hey balla, yürünglar, tamakni bizning uyda yeyli. Hey, bo'ldilar. Bizning uyga borayli. Apam lag'ma aytib o'tirdi. Hikmet, sen barsang, lag'lam boratdi. Bizning uyga borayli. Ya, hey, bo'ldi. Voy, bo'ldi. Ben baramayman. Uyda apamning mijozi yo'q. Uning ustiga dadamning uyida yo'q. Shunga uyga qaytmasam bo'lmaydi. Hikmet, apang og'rib qolgan edi. Nima qilmoq burunroq demaysan? Seni avar qilmay deb sana demagandim. Yura, undaq bo'lsa uyingga berib, sen tamoq etib beray. Bo'lamdi? Ha, bo'ldi. Uyda singlim bor emasmi? Singlim tamoq etib berdi. Surat, ma'qul qilamsan? Ha? Xo'sh. Xo'shamsa. Xo'sh. Yura lala, mayli. O qizg'anchoq. May. Apa, qandaqaroq pek og'rib ketyapamdi. Qaynoq su qo'yib beray. Doringizni ichib olamsiz ya. Mana. Bo'ldi qizim. Og'riq boyamqidan xeyli qo'yib berdi. Qizim, akangning keladigan vaqti bo'lib qoldi. Choyga o't yoqib qo'y. Qo'sug'inglarni ichib qolgandi qizim. Apa, uyda nonmi, unmi tugabdi. Qanday qilamiz? Dadang degan haraqkash mushu kunlarda naladim yuriydi qanda. Deymizmi, dadamning biz bilan nimanda qari yo'q. Haraq bizdimi muhimmi? O gaplarni qilma qizim. Ashu qitimliq o't aptidan keyin u mushundoq bo'lib qoldi. Bo'ldi qizim. Yoshlaringni surtvat. Akang ko'rib qolmasin. Kegizning qetida doktorxonaga ko'rinib oshgan 10 uyam bor edi. Sen chiqib non akirgin. Apa, siz tunugin doktorxonaga ko'ringan pulni nerdan topgandingiz? Ya dadam bu uyga bir tiyinmi pul akirmagan tursa? Akangni oliy maktabga menib qolsa, ishlatamiz deb 2-3 yildan buyon aran 200 yam pul yig'gan edim. Kesilimni davoltaman deb shu pulni tugdi qizim. Bo'ldi qiling apa, ko'nglingizni bozma. Sizlar yaxshi qoladigan ish bo'lsa, pul degan tepiladi. Tez bo'l qizim. Ma'qul apa. Tez. Pulni ilib non akiray. Ay, nerede? Topdingmi qizim? Pul? Neredik pulu? Dada,
Bu degan apamni davolatish uchun qo'lim qo'shiladigan qarz olgan pul. Akela pulni. Pulni akela. Pulni menga aka. Akela. Yo'q, bu degan Pulni apamni davolatish akela. uchun qo'shiladigan qarz olgan. Apam ağırıqma. Apam ağırıqlası özü ağırıp özü saqıydı. Dadisi. Dadisi pulni qaytirib ber, dada. Mana. Akela dada. Şunu qila. Pulni ber. Apa! Dadamni qanday qilaman? Apa? Aka, jinim Ne oldu aka. singlim? Ha? Ne oldu? Dadam kelib Nima bizni yig'laysizlar? urib, Ha? Doktorxonadan oshgan pulni ilib yana aroq ishkil chiqib ketdi. Bo'ldi, yig'lama singlim, yig'lama. Yeydigan hech narsa yo'q. Apa, qandayroq ahvoling? Xil yaxshi bo'lib qolibsanmi? Xeyli yaxshi balam. Aka, apam dadamning putiga esilib edi. Dadam birini tepib, apamni yotqizib qo'ydi. Jinim apa. Sen bizning jafoyimizni kichkimizdan tatding. Dadamning javrasiga chidab ta hozirgacha yemay, ichmay meni o'qityapsan. Oxiri bu hasrat alamlar oilaning eg'ir yuki seni holsizlantirib kasal qilib yiqitdi apa. Endi men cho'ng oldim. Ailening yukini yana sening ko'tarishingga yo'l qo'ya olmayman. Endi mening sizlarnimi o'zimni qiynab o'qig'im yo'q. Endi men pul topaman. Yo'q o'g'lim, undaq dema. Sen Yo'q, apa. o'qimasang bo'lmaydi. O'qimayman degan gapni qilg'uchi Yo'q bo'lma. apa, yo'q. O'qimasang bo'lmaydi o'g'lim. Yo'q apa, men endi kichik bola emas. Seni o'qitaman. Sen o'qimasang. Oilamiz bundoq ayg'irchilik tursa, men qandoqmi xotirjam o'qiy. Uning ustiga oliy maktabga o'tgan taqdirdimi? Uningga nurg'un pul kerak. Jinim balam. Endi seni qiynig'im yo'q apa. Men o'qimayman. Men sizlarni bu eg'ir qiyinchilikdan qutuldiraman apa. Dadamnimi halokatdan yondirib kelaman apa. Jinim Apa. o'g'lim. Aka! Mening aqlli o'g'lim. Xudoyim baxtini bera o'g'lim. Pul. Pul. Ey! Qavaqkan gibi. Ey! Otanalı ha? Ha, kila Nurika. Qo'lingda yalpigish bilan qapoqli kamda bo'lmasa Uyg'urlarning ishidan chiqqan jigim bo'lading, ha? Ey! Çıkma! Qanday ahvoling? Çıkma! O'tira, o'tira. Qishamga arqingda. Gap yo'g'on-ku Nurika. Banki bo'lmagansan, ha? Fukami banki bulmadı ama öydeki xotunni bildim ben. Fukam qarasang deb qo'yayman. Xotun deganni chi ashi ushkunda bir urib turmasang, ma gazgiga meni deyman. Xotin kelganga meni vaqtida hamsa. Ha, qani ishtoq. Mush yerlarning bo'ladi-da Nurika, ha? Ajoyib ishsan-da.
Yaxshi. Ketdim ben ağabeyler. Ketdim ben. Ketdim. Sizce? Çıkıp ketdim. Men kim? Mening bu dunyodagi eng yaxshi ko'radigan odamim. Ondaqda ismim nima? Tong saharda bulbul sayrganda echilgan lola. Hikmat, nimandaq gapga ustib ketding, ha? Meni kechikib qoldi deb, men xafa bo'lib qolmayotgansan. Yo'q, men Nim bo'lding, Hikmat? Ajab g'amgin ko'rinsan. Hech nima. Nim bo'ldi? hech nima bo'lmadi. Men degina Hikmat. Mening oilamni obdan bilasan, Lola. Dadam shu qitimliq voqeadan keyin butunlay o'zgarib, aroqqa berilib ketdi. Dadamga qarab, opamga kasalchan bo'lib qoldi. Bundaq sharoitda mening o'qishni davomlashtirishim mumkin emas o'xshaydi. Opam dadamning jafosini, bizning eg'irchiligimizni yetkichi topdi. Men hozir dadamdan qilib yurgan ishlarni jirgansammi? Biroq u yanada mening dadam. Men endi maktabda o'qimaymikin deyapman. Nima? İmtihan berdiganga oz qolganda bundaq qilsang, oliy maktab o'tgan taqdirdami o'qish uchun nurg'un pul kerak. Mening oilamning ahvoli bundaq tursa, bir amal tepilib qolar, Hikmat. Bo'ldi. Opam sag'irib yana nalaga bordi. Men bir o'g'il bola. Endi opamni sag'irtadigan ishni hargiz qilmayman. Dadamning hozir uy bilan kari yo'q. Bir ish bo'lsa, meni pul topmading deb urdi. Opamni dumbalaydi. Shunga men tanlagan bu yo'l shu ishlarni bir taraf qilishning eng to'g'ri usuli deb o'ylayman. Meni qo'llashingni umid qilaman, Lola. Hikmat, pul topaman deb meni tashlab yiroqlarga ketib qolmasan, ha?
Hicran, muhabbatni tavlaydigan o't. Nagil ketay, yuragimda sen balale. Shundoq. Bir-birimizga sodiq bo'lib, muhabbatni qadrlasakla, yengil bo'lmaydigan mushkulot yo'q. Shundoq. Naqsh etibdagina Hikmat. Naqshingni bakmi anglag'im keldi. Haras Hikmat, menga beg'ishlab naqsh ijod qilaman degan va'dangni unutib qolmadingmi? Unutib qolmayman Lale. Men cho'qim bir kuni senga beg'ishlab naqsh ijod qilaman. Bu naqshini ikkimizning to'yida aytib beraman. Ulug' Allah, shu kunlarga tezroq yetkazgay ilohim. Tinchlikmi Gulsimada? Voy, keling, keling. Teshtiribsiz, uy tinchlik. Yaxshi, yaxshi. Opam ansirab qolmasin. Men ketay. Ketamsa? Seningdan faqatla ayrılg'im yo'q Lale. Menmi shu Hikmat. Shundoq qilib maktabga bormaydigan bo'ldingmi? Bay sana dedim bu. Yana bir obdanroq o'ylanib boqqin. Men ketay. Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Jim bilangizni berib turamdikin deb kirgan edi. Shundaqdimi, birdam o'ltirmamsiz. Bo'ldi, rahmat. Gulsimada Lola u ko'rinmaydi-ku. Takror qilaman deb boq chiqib ketib edi. Lola aqlli ham chiroyli qiz bo'ldi. Diqqat qilmasangiz bo'lmaydi-jimi? Voy, nimaga? Qizingizning yigit tanlashiga bo'lmamdi. Voy, ular texi o'quvchi tursa. Qarag'anda Lolaning ishlarini bilmaydi ekansiz-dan, ha? Neymiş? Lolachi hili qaraqkesh Zaboy Nur Muhammadning o'g'li Hikmat bilan obyektimish. Ular maktabdan ayrilmay birlashar ekan. Astagfirullah. Biz bu ishni anglab hayron qoldik-dan, ha? Lola ularning xili bo'lsa, u Guharni toshqa urgandek ish bo'lmamdi. Lola boqqa kitob o'qib chiqib ketmadi. O'sha haraqkashning bolasi bilan ko'rishga chiqib ketdi-dan, ha? Voy, shu ishlarni qilib yuribdimi? Gulsimada Lolani obdaroq boshqarib qo'yingchi-mi? Zeynapada, qanday ahvolingiz? Lola, tinchlikmi qizim? O'tiring. Rahmat, bo'ldi, men chiqay. Gulsimda Jimbilni olib beramsiz. Tomoq yeb chiqsangiz bo'lmamdi. Rahmat, bo'ldi. Tomoq yegil ayrim kirma. Kirasiz amsa, juma. Ma'qul. Xo'sh amsa Gulsimada. Ma'qul amsa, xo'sh. Opa? Opa, nim bo'lding?
Mijazın yo'qmi, oppa? Oppa. Zoda nim bo'lding, oppa? Gap bo'z demamsan, odamning ichini siqmay. Tasma. Hey. Meni mahallada yoshig'il qo'yamsan, qo'ymamsan, ha? Men seni deb qanchalik jafolarni tatmadim. Dadang rahmatlikning yo'qligini chondirmaslik uchun men nimalarni qilmadim? Bugun kunga kelganda sening men qaytirdigan javobing mushi bo'ldimi endi? Oppa. Men zoda nemishni xato qildim demamsan. Hozir nega qilading? Bog'da takror qildim. Hey, kim bilan? Hikmat bilan. U sening nimang? U mening savoqdishim. Meni to'la oldig'ichi bo'lma. Ma'maldagi gap so'zlarni meni anglamadi deb atamsan? Eshib-teshib, osh haraqkashning bolasi bilan ishbash tatishib yurgidek bo'ldingmi? Oppa. Dodasi haraqkash bo'lgani bilan Hikmat yaxshi bola. U vafodor, obdan bola. Men uni Sen men bilan gap taqalishyapsan texi. Seni o'qitib qo'ysam, endi menga dars o'tgidek bo'ldingmi? Bugundan boshlab heliqi Hikmat degan nimani ko'nglingdan chiqarib et. Oppa, men unda qilolmayman. Hey, sen mendan aymanmay shundoq gaplan degidek bo'ldingmi? Men senga deb qo'yay. Bo'ldi. Ertadan boshlab maktabga bormaysan. Takrormi qilmaysan? Seningdek o'zini so'ramagan bolani ertadan boshlab maktabga berib baqaqini. Bolalarım, nemish qilyapsizlar bolalarım? Apa, akam azroq ko'rish kiribdi ekan, sizga shogirish qayntib beraylikmikin deyapmiz. Voy canım balam. Ko'rishni nereden topding canım balam? Saud tugmanchining suyini to'shib berib, shuningdan oldim apa. Voy canım balam. Yaxshi aramag'in. Ha? Meni tanımayapsan? Ha? Meni tanımayapsan deyman. O'taver bu yoqqa. Piyola kela. Piyola gap qilyaptimi, sog' deyman. Hey! Hey! Nimi tamak attыңlar? Shogirish. Shogirish? Tuzg'roq tamak etsang o'lishemsa, ha? Shogirishni atgan bu nimalar? Men shogirishni tamak deb aytdingmi? Ha? Tfey! Dada, uyda tamoq qiladigan ishning bo'lmasa, shogirish qilmay nima qilamiz amsa? Sen tapmay nemish qilasan deymi? Ha? Nemish qilsa? Men cho'qara seni baqaman deb mushkun qag'adim ben. Sen o'zingdek naqshchimi? Ha? Xalqning bolalari cho'qara pulni pulga urib, uyni guldek beqavatdi. Sen nemish qilyapsan? Ha? Qo'lingdan nima keldi deymi? Ha? Nima qilding sen? Da baqina. Qo'lingdan nima keldi? Dada, boshqalarning dadillarimi
seningdek topgan taganga haraq ichib, uyni so'rib yurgani yo'q. Hey! Nima dedin? Ha! Haram qama! O'zin yo'qol! O'zin yo'qol! Bundan ko'pini ko'zim yo'q! Bu boshqalarga pul top! Agar qo'z qo'ynini so'rab turadigan bo'lsang, yo sen o'lasan, yo kisel ko'p opa o'yladi. Oldingmi? Ey harom tomoq oldingmi deyman? Ey harom tomoq! Oldim! Men pul tepkilay. Agar men kelguncha opa bilan singlimga bir shop qoladigan bo'lsa, men sen bilan ayrim hisoblashaman, baba. Ey! Muhammad sen otamda! Ey, men seni boğazını yutaman! Seni boğazını yutaman! Toxta! Meni qo'yingda! Ey, mardiman bilan gitmiş o'rtada! Astagfirullah! Ey, Meni qo'yat! Meni qo'yat! Ey, astagfirullah! Ey! Hikmet, nim bo'ldi sana adaş? He? Nim buldun? Nim buldu adaş, digine? Üstüme şun kan bulup gitipti. Nim buldu sana? Dadan mı? Gitti. Şu laneti dadansa koçan mı tuzla adaş ya? Olmalı nimiken adaş? Hem yerin kan bulup gitipti. Ben yürüp koyayım. Dur. Ben yürüp koyayım. Kiyimlerini almıştır vakına. Hikmet, maniki vaqna adaş. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Men 100 kun soni yuyib, beshini tengib qo'yay. Hamishlar o'tib ketadi. Mana adaş, mana. Qanaqroq? Beshing yana og'riyotamdi. Yaxshi. Hozir yaxshi. Bo'ldi, 50 da adaş. Ammo adaş, hozir tek soqaymida olsam bo'lmaydi. Ha? Voy. Og'riyotamda? Yaqay. Bo'ldi. Shunday qilib, maktabga bormamsan? Yo'q. Men endi pul tepishim kerak. Hozircha kiraga pul yo'q. Ozroq pul berib tursang. Og'ina, bu nima degining, ha? Bu kichikli ish ku. Agar senda bo'lmasa, mana menda bor. Mendan so'rasang bo'ladi-ku. Menda yo'q bo'lsa, menmi senda olaman emasmi? Biz degan qiyomatlik og'ina. Hey? Lala bilan ko'rishib mangdigan sen. Sen bilan birga maktabga berib ko'rishib mangay. Munda qilayli. Sen ishga oldin saqlab tur. Men maktabga kirib, Lala'yı qarab baqay, bavos chaqirib chiqaman. Bo'lamdi? Ma'qul adaş. O cho'qim qo'shiladi. Ma'qul. Mangayli. Ayğını ki adaş. Ke. Neymiş ekanligini uqmadim. Lala bugun maktab kelmabdi adaş. Bo'ldi. Men uyga boray. Sen darsing kirivagin adaş. Undaq bo'lsa, mağniga vaqtini ko'rishayli, ha? Bo'ldi. Men sen xabar qilaman. Ma'qul. Qo'shamisan. Rahmat sana. Men dars kirib ketdim hamsa. Xo'sh.
bir ömür Sana mensup bu yürek Bir çıkıp alimni gör Sana mensup bu yürek Bir çıkıp alimni gör Canım appa. Nege? Yoksa kısınız bakı bir çıkıp kırsan. Yok, öyle yılamamay. Cümbür kırsan, ömrümde bizim köşüm. Sonraki fırsat yok canım appa. Bu şıpırlık etmem. Kelgin nigarım hoşlaşar Çıkmadın sen ne sebep Çıksın o asmanda ay Çıkmadın sen ne sebep Çıksın o asmanda ay Çıkmadın sen ne sebep Çıksın o asmanda ay Çıksın o asmanda ay Hey, to'xta. Haqning ishga oldiq kelib eshakdek hangirib, nima qilmoq chiqding? Anglab qo'y, seningdek zaboy haraqkashni o'g'lab beradigan qizim yo'q mening. Ko'zimda yo'qol. Men sanga deb qo'yay, senchi lalaning xilamas. Hey, nimanga ishonch qilib qizimni oqqa kirib olding? Ya bir katta to'y qilib og'idek puling bormidi? Ya bu haraqkashdan o'ylab qo'yamdi seni. Hadi, men pul tepib oldingizga kelsam, Bundaq yolg'on gapingni berib opang bilan dodongga deb bergin. Buningdan keyin yana qizimni oqqa kirib oladigan bo'lsang, men seni bosh qo'yib atmayman.